Assalomu aka, siz bilan gaplashuvdi-ya, xudo xolisa. Voy, to'g'ri. Voy, okinam, namuncha bu telefonlar. Zavodmi bular? Nima qilmoqchisiz bularni? Hammasini sotasizmi? 17 mashga almashmoqchiman. Men iCloud bor ekan nima buni? Bo'ldi, gaplashamiz. Gaplashamiz, a? Hammasi ishlaydimi o'zi ishqilib bular? Hammasi ishlaydi. Ha, men paroli bor ekan. Nol. Ishlaydi, hammasi ishlaydi, to'g'rimi? Lekin korobkasiga nima qilgan bularni? Korobkalari yo'q. Yo'qolgan. To'g'rimi? Yo'qolmagan, sotib olganimni korobkasiz bo'lgan. Bular ham ishlaydi. Ishlaydi. Men o'chirmi deyman bu. Buni hozir hammasini hisoblayveramiz-da. Xudo xolisa plyus ham ortib qolishi mumkin lekin, aka. Pul ortib qolish shart emas, aka. Yo'q-ey. Ha, bo'ldi, bitta hisoblaylik-chi. Balkim plyus yetib qolsa-chi, bilib bo'lmaydi. To'g'rimi? Xudo xolisa hammasi baraka bo'ldi. Mana men so'raganingiz, o'zingiz aytganingizdek, xudo xolisa sizga olib kelib berdim. Yangi ochilmagan, o'zingiz ko'rib olasiz, aka. Obuna bo'lib qo'yganmidingiz? Bo'lganman. Bo'lgan edingiz-a? Bitta son aytasiz, aka. Hozir bitta aralashtirib-olamiz-da. Men pullar. Bilasizmi, o'ynaganmiz shu o'yinni? O'ynaganmisiz? Kim biladi egasiz? Metroda kelib qolishgan. Kelib qolishgan. Nima qilamiz? To'xtatamizmi? Aylantirib adadashtiring meni. To'xtating. To'xtating. Bo'ldi. Necha? Son aytasiz. A? Bir. Voy, gap yo'q lekin mana aka. To'ldingiz. Aytmagandingiz buni menga. Nimani? $100 borligini. $100 bor edi, o'zingiz 2000 tanlab oldingiz bittada. Mazgi. $100 ham bor edi ichida. $100 bor, $10 bor. Ya'ni 2000 tadila bor edi. Barakasini bersam. Ha, bo'ladi.